Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, o'zbek tilining davlat tili maqomini yanada mustahkamlash dolzarb masalalardan biriga aylandi. Muhtaram Prezidentimizning qator farmon va qarorlarida o'zbek tilining xalqimiz ijtimoiy hayotida va xalqaro miqyosdagi obro'-e'tiborini tubdan oshirish, yoshlarimizni vatanparvarlik, milliy an'ana va qadriyatlarga sadoqat ruhida tarbiyalash nazarda tutilgan. Universitetimizda davlat tilini o'qitish tizimini yanada takomillashtirish, o'zbek tilining xalqaro miqyosdagi o'rni va nufuzini oshirish sohasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, professor o'qituvchilarimiz tomonidan barcha fakultetlarda o'zbek tili davlat tili sifatida o'qitilmoqda. Turkiya, Ozarbayjon, Qozog'iston, Turkmaniston, Qirg'iziston kabi turkiy davlatlarda professor o'qituvchilarimiz ilmiy amaliy anjumanlarda o'z ma'ruzalari bilan ishtirok etib kelmoqda. Malaka oshirish kurslarida tahsil olib qaytishmoqda. Shuningdek, o'zbek tilining boshqa turkiy tillar bilan o'zaro aloqasini ilmiy jihatdan qiyosiy o'rganish bo'yicha tilshunos olimlarimiz tomonidan bir qancha tadqiqotlar olib borilmoqda. Hozirgi kunda o'zbek tili dunyoning ko'plab mamlakatlarida jiddiy o'rganilmoqda. Birgina misol, yaqindagina Hindistonning Jamia Milliya Islomiya Markaziy universiteti yangi o'quv yilidan boshlab ushbu yo'nalishda 4 yillik bakalavriat dasturi ishga tushirilishini e'lon qildi. O'zbekiston 2030 strategiyasining yangi tahririda davlat tilining nufuzini oshirish, o'zbek va jahon adabiyoti durdonalarini keng ommalashtirish, jamiyatda kitobxonlikni hamda aholiga axborot kutubxona xizmatini ko'rsatishni rivojlantirish vazifalari belgilab qo'yilgan. Yuqoridagilardan kelib chiqib, fakultetimiz jamoasi bilan birgalikda quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik. O'zbek tilining ilm-fan tili sifatidagi nufuzini oshirishga hissa qo'shish, fan va ta'limdagi hamkorlikni kuchaytirish orqali chet ellik yoshlarning o'zbek tiliga bo'lgan qiziqishini oshirish, xorijda o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha ilmiy tadqiqot olib borayotgan olimlar, tadqiqotchilar, tarjimonlar bilan muntazam aloqa o'rnatish, ilmiy hamkorlikni yanada mustahkamlash. Umuman davlat tili tom ma'noda mamlakatimiz fuqarolarini, shu bilan bir qatorda chet elda yashayotgan vatandoshlarimizni millatidan qat'iy nazar birlashtiruvchi umumxalq qadriyatiga aylantiriladi, uning xalqaro miqyosdagi o'rni va nufuzi oshib boraveradi.